Yangilari bitdi. Xudo xolasa ko'rinishlari juda ham a'lo darajada mokri, taglari apshipka bilan o'ralgan. 16 ta uyali, ichida ham apshipkalari bor va parlashxonasi bor. Tashqarida ham qo'noqlari bor hatto. Zakazga tayyorladik bu qafasimizni. Juda ham chiroyli holatda mana tayyor bo'ldi. Razmer uzunligi 1.40, yon tomoni 1.10, balandligi esa 1.90 cm ga ajratilgan temir qafasimiz. Bu qafasimizni 1.800.000 so'mga tayyorlab berdik. Egalari o'zlari olib ketishadi. Mana bu yerda ekitajli gibrid qafasimiz, tagi tovuqlar uchun, tepasi hamda kattalar uchun mo'ljallangan. Tepasida 8 ta uyalari mavjud va bitta parlashxonalari bor. Eshiklari oldi qismiga joyladik va portikalari mana eng tepa qismida. Mana son idishlari mana tovuqlarga don berib, donini solib yopib qo'yish mumkin. Va yonida mana tuxumlashxonalarini yoniga surma shaklda eshik qilib joylaganmiz. Bu yerdan olib foydalanish mumkin. Razmerlari uzunligi 1.40, yon tomoni esa 1.10, balandligi esa 2 metrga ajratilgan temir qafasimiz. Kimga shunday mahsulotlarimiz qiziq bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bizni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.